Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biz sizlar bilan Skynet degan roomda machine ishlab ko'ramiz. Machine qiziqarli, ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Eng zo'r taraflaridan bu aynan root, ya'ni privilege escalation amaliyotini bajarish. Machine sal eskiroq, lekin ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Kelinglar, давайте boshlaymiz. Men allaqachon VPN ga ulanganman va terminalimda ham muammo yo'q. IP adresimni oldim. Okay, directoryga o'taman. Nomini Skynet deb beramiz. Okay, Skynet degan directoryga o'tib oldim. Videoni tekshirib olaman. Okay, video ketyapti. Ajoyib. Давайте unda boshladik. Men birinchi galda qiladigan ishim sevimli ishlarimizdan albatta Nmap bilan default tarzda skanningni amalga oshirish. Okay, ko'rayotgan bo'lsanglar SV Service Version -T5 timeout oshirgan, minimum rate esa, ya'ni tezlikni oshirganda aynan skanner qilayotgan paytingda, ya'ni aniqlayotgan paytingda. Okay, endi machine haqida aytadigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda biza kutmagan darajada portlar bor. Ya'ni 22, 80, 139, 110, 445 lar. Ko'radigan bo'lsak, 22 SSH, 80 HTTP, POP3, NetBIOS lar, yana SMB va IMAP lar bor ekan. Ajoyib. Demak, men kelaman buni va Nmap deb beraman. Keyingi qiladigan ishimiz albatta biza web page'ni o'ziga kirish. Ya'ni web page'da nima bor? Nima qiziq narsalar bor? Shu narsaga kirib ko'ramiz. Birinchi galda men responsni ko'rmoqchiman. Aynan yuborgan paytimizda qanaqasiga qaytaryapti. Okay, qaytaryapti. Kelinglar, responsni o'zi bilan birgalikda endi source code-ni chiqarishni aytdim. Okay. Post button submit lucky. Ko'radigan bo'lsanglar, hech narsa yo'q. Actionga umuman hech narsa yo'q. Saytga kirib ko'radigan bo'lsanglar ham, men o'ylashim bo'yicha hech narsa bo'lmasa kerak. Kelinglar, kirib ko'ramiz. IP adresini berdim. Proxyni o'chirib qo'yamiz. Try again. Aytganimdek hech narsa yo'q. Borib ko'ramiz. Yo'q, hech narsa javob qaytarmayapti. Ko'radigan bo'lsanglar, shunchaki simple va kerak emas tarzda berib qo'yilgan. Ketdi. Boshimizdan bu bilan chalmaymiz, keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qismimizda обязательно fuzzy, ya'ni fuzzydan foydalanish. O'taman user share volstiga o'zimizning default tarzda repository directory listni ishlatamiz. Medium txt ni URL beramiz, http URL beraman, aytaman, bundan keyin fuzzy ni amalga oshirgan -ic bilan timeoutni editga ko'paytirib. Ya'ni -t degan requestlarni shunchalik ko'proq borligini aytayotgan deganim. Ya'ni masalan qaranglar. Men 300 ta 400 ta request yuboraman. Aynan -t 50 ni qo'yganman. Agarda 100 ta qo'yadigan bo'lsam, 400 ta 450 taga yuborishga yaqin bo'ladi. Ya'ni qanchalik ko'p qo'yadigan bo'lsangiz, shunchalik tezroq sizlarga fuzzy amaliyotini bajarib beradi. Fuzzy bitta gapni aytadigan bo'lsam, volistlar bor. O'sha volistni birma-bir qo'yib ko'radi. O'sha sahifadagi masalan bir bola .uz bo'ladigan bo'lsa, slash qo'yadi va undan keyin sizlarning so'zlar ro'yxatinglardagi har bitta narsani qo'yib boradi. Ko'rishingiz mumkin, admin, CSS, JS, config va AI lar chiqib keldi. AI ga qiziq. Xo'p. Boxni o'zi Skynet va o'rtada Terminatorlarni ichida bo'lganligi uchun o'tda AI rostdan qiziq bo'ladi. Nimaga? Ya'ni artificial intelligence deb o'yladim men. AI ga borib ko'ramiz, lekin bizda forbidden. Okay, 301 redirection qaytaryapti bizga. Menga qiziq yana adminga borish. Admindan forbidden. Okay, bu ham va squirrel mail. Okay. Squirrel mail. Ajoyib, squirrel mailni versiyasini ko'rsatdi bizga 1.4.23. Squirrel mail project team. Okay, name va password kerak bo'ladi bizga, lekin bizda hozirchalik name va passwordlar yo'q. Xo'p, endi biza yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, buni versiyasi bor. Men buni o'rganib chiqdim, versiyaga exploit ham topib ko'rdim, ammo bu box aynan exploit bo'yicha ishlamas ekan va qidirib ko'rgan paytimda exploitni ham topganman, ishlatib ko'rdim ham, o'rganib chiqdim ham, ammo ishlamas ekan. Vaqtinglarni ketkazishlarni tavsiya qilmayman. Shuning uchun keyingi protsesga o'tamiz. Bizga login va password kerak. Kelinglar SMB share'larni, ya'ni ochilgan SMB share'larni enumeration qilib ko'ramiz, ya'ni ma'lumot to'plab ko'ramiz. Okay, SMB deb qo'yaman bu yerdan va o'zidan sevimli NXT dan foydalanamiz. IP adresini beraman bu yerdan. Okay.
IP adresini berdim va aytaman. Dish use sifatida birinchi galda o'zimizdan default guest ni berib ko'raman. Ya'ni user sifatida guest, mehmon sifatida dash b da hech qanaqa parolsiz. Chunki parolimiz ham yo'q bizda. Sharesni enumerate qil deb aytdim. Ya'ni username menda yo'q, password ham yo'q. Shuning uchun ham default tarzda anonymous user sifatida aniqlab ko'r dedim. И ko'rishingiz mumkin, menda anonymousda permissionim, read permissionim bor ekan. Ya'ni men bu yerga o'qiy olaman. Ya'ni aynan shu non standart bo'lgan, standart bo'lmagan bitta she'rga kirib borishim va uni o'qiy olishim mumkin ekan. Lekin hech qanaqa amaliyot qila olmayman. Ya'ni yoza olmayman, nimadir ishlata olmayman. Tushunishinglar uchun faqatgina o'qiy olar ekanman. Bundan tashqari standart bo'lmagani Miles Dyson degan. Ya'ni Miles Dyson degan bor ekan. Bunga ham kirishimiz kerak. Kelinglar. Lekin bunga kira olmaymiz, sababi hech qanaqa permissionimiz yo'q. IPC bilan printlar ikkalasi ham default tarzda keladigan she'rlar hisoblanadi. Xo'p, ketdik keyingisi. SMB dan enumerate qildik. Kiramiz dash L bilan qilishni shart emas. Men she'rga kirishga harakat qilaman. Anonymous deb beramiz va bu yerga user sifatida hech narsa va password ham hech narsa bermayman. Okay. Password so'radi. Okay, ls qildik. Bizda attention bilan logs bor ekan. Okay, kelinglar birinchi galda attentionni o'zimizga torta olamiz. Okay, torta oldimda. Endi logs o'taman. Yana bir marta ls qilaman. Log 2, log 1 va log 3 lar bor ekan. Lekin e'tiborli bo'laylik, log 2 bilan log 3 txt da hech qanaqa byte-ni o'z ichiga olmagan. Ya'ni buning ichida hech narsa yo'q degan. Men birinchi galda get log 1 txt ni torta olaman ekan. Bo'ldi. Menga shuni o'zi kerak. Log 2, log 3 lar shart emas. Okay, enumerate qildik. SMB1. Keyingisi. Buni nomini qo'yaylik. Birinchi ko'ramiz. Get attention o'qib ko'raman. Xo'p, o'qiymiz. A recent system malfunction has caused various passwords to be changed. All Skynet employees are required to change their password after seeing this. Miles Dyson tomonidan yozilgan ekan. Okay, ya'ni passwordlar almashganligini aytilyapti va har qanday Skynetni ishchilari parollarni almashtirishi kerak ekan. Bu narsani o'qigandan so'ng biz allaqachon bitta userni qo'lga oldik, Miles Dyson, va esingizda bo'lsin, biz SMB da Miles Dyson degan she'rni ham aniqladik. Demak, bizda hozirda bitta userimiz bor. Aniq potensial bo'lgan. Ketdik keyingisi. Endi log 1 txt bor. Men ket log 1 txt ni o'qiyman va ko'rayotgan bo'lsanglar, bular rostdan ham parolga o'xshaydi. Ya'ni har xil Terminatordan boshlangan. Bularni juda ham ko'pchiligi passwordlarga o'xshatdi. Okay, men vaqt ko'raman. Men birinchi ko'rmoqchi bo'lgan narsam aynan meni xayolimda aynan SMB dan foydalangan holda password spring ko'rmoqchi bo'ldim, ammo o'xshamadi. Hech qaysi bir parol to'g'ri kelmadi. Shu sababli meni keyingi o'ylagan narsam aynan veb-saytda shu nom va passworddan foydalanish. Okay, men buni olaman. Enam 1 deb yozib qo'ydim. Ya'ni enumeration 1 deb qo'ydim. Name'ga bizda allaqachon bor. Ko'rganingizdek, Miles Dyson deb yozib ko'raman. Birinchi galda Miles Dyson shu tarzda berib ko'raman va passwordga esa birinchi passwordimizni ham berib ko'ramiz. Cyber Terminator'ni passwordni berdim, loginni ham berdim. Okay, muammosi yo'q. Miles Dyson joy tashlab yozmaydi, chunki olmaydi bu narsani. Faqatgina name sifatida bitta qismda berib ketishimiz kerak edi. Okay, ko'rayotgan bo'lsanglar, inboximizda Skynetni xabarlar turibdi. Birinchi xabarga kiramiz, Samba password reset qismiga. Qiziq. Kirgan paytimizda ko'radi. We have changed your SMB password after the system malfunction deyapti va parolni bizga ber. Demak, biz aynan Miles Dyson userni parolini qo'lga kiritdik. Aynan bu paroli unga o'zgartirilish uchun berilgan edi. Okay, parolni oldim. Men kelaman bu yerga va enam2 deb yozaman. Va bu yerga nano_creds.txt. Okay. Credlarni yozib qo'ydim. Creds.txt da bizda bor. Keldi. Aniqlashtirish olishimiz uchun Miles Dyson deymiz. Passwordni beramiz bu yerga. Xo'p, keyingi aytamiz buni SMB pass deb qo'yamiz o'zimiz uchun. Okay. Get creds o'qiydigan bo'lsam, Miles Dysonni passwordi berilgan, ya'ni bu qismi parol hisoblanadi, bu qismi esa username hisoblanadi. Ya'ni user bilan parolni biz aniqladik. SMB password. Ajoyib. Endi qiladigan ishimiz nima?
Buni shunday qo'yib turaveraman. Endilikda SMB she'riga kirishga harakat qilamiz. Shu username va password. Yana SMB clientdan foydalanaman. Xohlasanglar Impacket SMB clientdan foydalansanglar bo'ladi. Bu ham zo'r variantlardan. Dash user sifatida aytaman. Niels Dyson sifatida kirgan. Qaysi she'rimizga IP adresini olaylik. Qaysi she'r edi bizada? Bizada aynan Niels Dyson degan she'rga oldim. She'r deyotganim bu bizlar uchun bo'lishgan o'sha qismini oldik va buni olganimizdan keyin ichiga kirishimiz kerak. Passwordni berishim kerak. Password esa aynan shu bo'ladi. Copy selection va copy paste qildim. Ajoyib, kirdik. Class qildim va ko'rayotgan bo'lsanglar, improving deep neural networks har xil PDFlar bor. No, ko'rayotgan bo'lsanglar, biz uchun qiziq narsa emas. Biz uchun qiziq narsa emas, chunki men o'zim qarab ko'rdim. Vaqtida olgim kelmayapti. Kelida deyarli notesga o'tamiz. Notesga o'tgan paytimda, ls qilgan paytimda shunchaga yaqin mdlarimiz bor. Lekin bu narsani ko'rishimiz kerak. Ya'ni mdlar juda ham ko'p. Keyinchalik o'zimga o'tkazib olganimdan keyin hammasini birma-bir ko'rib chiqsak bo'ladi. Mga deymiz va hammasini confirm qilamiz. Okay, yes. Yes. Buni ham o'tkazur, buni ham o'tkazur. Qaranglar. Important. Menga important text yoqdi. Kings of Pandas MD, Artificial Intelligence MD, Oreo MD, Planning MD, Probability MD, Machine Learning. Hammasi Machine Learning tegishli. Hop, Calculus, Graphical Models, okay, Bayesian Statistics, yana Bayesian Statistics, Appendix Functions, Neural Nets, Model Selections, Supervised Learning, Simulation, In Practice, Graphs. Voy, juda ham ko'p. Mana o'ylashim bo'yicha juda ham keraksiz, juda ham ko'pligi bor. Aynan bizani enumeration uchun kerak emas. Okay, men qolgani kerak emas. Shunchaki y deb turib qolganlarini o'tkazib oldim. Ajoyib. Endi men bu yerga enam 3 deb turib berdim. ls qildik. Ko'rayotganimizda juda ham md fayllarimiz ko'p. md fayllar ko'p. Endi nima qilishimiz kerak? Haligi nimasiga ketdim. Eng qiziqlaridan bu menga important txt edi. Important txt degani bor edi. Aynan biz download qilgan paytimizda, ya'ni o'tkazayotgan paytimizda. Cat important txt o'qiydigan paytimizda aytibdi. Add features to beta CMS. Demak, CMS bor aynan shu directoryda. Demak, IP adresdan keyingi directoryda bizda aynan shu narsa bor ekan. Qiziq. Work on T800 model bu da shart emas, va bu ham shart emas. Ajoyib. Menda bu directory bor. Kelamiz va bu yerga berib ko'ramiz. Niels Dyson personal page. Akamizani o'zi turibdi. Dr. Niels Dyson o'zi original inventor deyapti. Bla 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 bla. Page source nimadir bordir. Yo'q, page source ham o'zi tekstni o'zi bo'pti, bir qiziq narsa yo'q. Okay. Men bundan keyingi qilgan ishimizda yana fazing bo'lar ekan. Keyingi qismga o'taman va aytamanki, bu yerni faz qil deyman. Bu ikkinchi qism. Favdan foydalanamiz yana default tarzda Wallis'dagi repositoryni ichidagi directory list URL beramiz. Aynan shu fazni boshlagan -ic bilan Wallis'dagi trashlangan bo'lgan narsalarni yo'qotgan deyapman. Xo'p, menimcha bo'ldi. Enter bosdik. Aniqlashni boshladi. Timeout bersam bo'lardi, yana ham tezroq berardi. Okay, fazing ketdi bizda. Bu ham muammo yo'q. Bularda ham, ham fazing ham yaxshi ketdi. Okay, endilikda kutamiz. Nimalar chiqishini ko'ramiz. Administrator degan chiqdi. Administrator. Kelingda ko'ramiz. Administrator, ya'ni bundan keyingi endpointga endi administrator beraman. Ajoyib. Chupa CMS. Chupa CMS. Topgan paytimizda bu rostdan CMS ekan va bizga yana username password beradi. Men birinchi qilgan ishim topgan enumerationdan topgan username passwordni berib ko'rish, ya'ni Niels Dyson bilan shuni berib ko'raman. Kelli deb chiqamiz. Okay. Shuni username'ga va buni esa
password sifatida berib ko'ramiz. Yo'q. Okey. Keyingisi bu aynan CyberArk'ni o'zini berib ko'rish. Username'ga yana Miles Dyson, passwordga esa bu. Ajoyib. Ikkalasi ham to'g'ri kelmadi. Bizda password yo'q. Ketdi. Keyingi qismi bu aynan fuzzing shart emas hozir bizga. Find exploit deb qo'ydim. Exploit topishimiz kerak. Search exploitdan foydalanaman. Chuppa degan ekan. Chuppa berib ko'radigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar bor ekan. Faqatgina txtda, demak, o'zimizda qilishimiz kerak bu yerda o'rgatilgan shunchaki. Chuppa emas, alert config field degan qismida local va remote file inclusionlari bor ekan. Ya'ni LFI bilan RFI hujumlari bor ekan bizda. Aynan shundan foydalangan holda. Okey, txtimiz bor. Kelinglar, shuni olamiz. Search exploit -m shunchaki chuppa qilsa ham bo'ladi. Uzr. Shuni berib qo'yaman. Okey. Download qildi. ls qiladigan bo'lsak, kelinglar, menga juda ham ko'p md fayllar ko'payib ketgan, o'chiraveraman. ls qiladigan bo'lsak, shu kerak faqat. less, ya'ni less deyman, buni xuddi pdf sifatida xohlagancha o'qiy olishim mumkin. Ya'ni juda ham qulay. Less va faylimni berdim. Okey, password tushiramiz. Pastda bizga aytibdi exploitni o'zi. Aynan alert config field.php da url config da shu yerda xatolik bor degan. Ya'ni shu yerda xatolik bo'lganligi bu LFI ga va RFI hujumlariga olib kelyapti. Qiziq. Kelinglar, birinchi galda qiziqib ko'radigan narsamiz LFI. Ya'ni local file inclusion hujumi. Okey. Ya'ni local file inclusion hujumi deganda qanaqa? Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qanaqa aytsam bo'ladi bu narsani? Oddiyroq. Sizlarni uyingizda bo'ladigan bo'lsa, u uyingizdan faqatgina o'qiy oladigan darajagacha narsalarni olib kelish mumkin. Ya'ni masalan uyingizda bor yoki ishxonangizda bor, ishxonangizdan ichkariroqda turgan va kerakli bo'lgan narsalarni olib kelish mumkin, faqatgina ishlata olmaysizlar. Bu LFI. Olib kelib beradi. Qatlagadir borish kerak bo'ladi, nechadir marta, balkim orqaga qaytib ko'rish kerak bo'ladi. Qaytib ko'rgan paytda esa aynan sizlarning narsanglar turgan bo'ladi. O'sha narsani olib kelib beradi. Oddiy tarzda aytadigan bo'lsak, RFI qanaqa? RFI bu aynan sizlar turgan joylardan, sizlarda o'sha uylar bor yoki ofislar bor. Hujumchi esa nima qiladi bu narsani? Yoki tipa o'g'ri bu yerga o'zini uyini xuddi manipulyatsiya qilgan holatda berib ketadi. Ya'ni aytadi bu yerga sizlarda aytibdi, ishxonangizda sizlarni kutib turibdi. Boshlig'inglar, lekin sizlar keldi, lekin hujumchi keldi, aynan sizlar kelishinglarni xohlamadi. Uni o'rniga o'zinikini manipulyatsiya qildi. Ya'ni aytdi, "Men keldim" dedi va bu yerga URLni berib ketdi. O'shan tarzda hozir bu narsani amaliyotda ko'radigan bo'lsak, ancha narsani tushunib olasizlar. Xo'p, exploitni bildik. Kelinglar, keyingisi. Action exploit deb ko'ramiz. Buni exploitni olaman. Faqatgina o'zgartirgan joylarimiz bor. CURL bilan foydalanib ko'ramiz. Target degan joyga men IP adresimni bersam bo'ladi. Okey, chuppa emas bizga administrator. Okey, bu ham bo'ldi. Bizga URL config dan bitta ko'raylik. Administrator alerts config. Okey, shuni ko'ramiz. Copy selection. Okey, etcpsld faylini olib berish kerak. Qaranglar, etcpsld fayli nima? Muhim fayllardan bittasi user haqida ma'lumot, user id'si, user grupi, userga berilgan kommentlarini va qaysi user shell ishlashi va userni uyi qayerda joylashgan, shu haqida ma'lumot olib beradi etcpsld faylini o'zi. Enter bosdim. Ajoyib ishlayapti. LFI ishlayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, menga olib kel. MySQL bor ekan va biza enumerate qilgan, ya'ni aniqlagan Miles Dyson degan user ham bor ekan. Ajoyib. Xo'p, ketdi. Keyingi qiladigan ishimiz bu RFI hujumini bajarish. Xo'p, aytdim men. Python -m http
serverda 80-port ochdim va aytaman, men o'zimning joyimdan bir narsani ochdim, ya'ni bir oynani ochdim. Oynani ochgan paytimda aytaman, aynan shu port bilan birgalikda, ya'ni 80-oynani ochdim bu yerda. 80-oynani ochdim va bu oyna aynan hamma uchun ochiq hozirda. Keyin endi RFI quramiz, ya'ni remote file inclusion quramiz. Bu RFI'si sal qiziqroq. Masalan, keldim bu yerga. Aytaman, action exploit 2 va yuborib ko'ramiz. Xuddi shu narsani yuborib ko'ramiz. Haligina LFI'da aniqlaganimizdan. Keldi, mana shundoq. Buni copy paste qiling. Okay. Chalamasligi uchun bundoq berib qo'yaman. Keldik. Endi HTTP deyish o'rniga bu yerga men bu yerdan aytaman, ya'ni manipulyatsiya qilaman. O'zimni uyim berib ketaman. Tushunishingiz uchun o'zimni uyim berib ketaman va IP adresini beraman. 92.168.158. Nima uchun men portni bermadim? Bu HTTP deb berganimizdan o'zi bir 80-portni bildiradi. Tushundinglar? Shu narsani berganimizdan o'zi bir 80-portni bildiradi. Shuning uchun men 80-port deb yozishim shart emas. Va qiziq tarafi qanaqa? Aytdim men. URL config qismiga olib kelib bergan meni o'zimni emas, aynan hakerni oynasini ochib bering deb aytaman. Va aytdim, RFI joke deb berdim. Okay, RFI joke deb berdim. Qaytdik bu yerga, ko'rishingiz mumkin, code to restore message not found va get qotdi, ya'ni olib kelib beryapti RFI joke'ni. Mana shu narsani tushunishlik uchun men bu yerdan so'rab yuboraman. O'zimni uyimdagi oynaga. Ya'ni o'zim deyotganim bu haker. Bu esa qurbon. Bu esa qurbonni uyi bo'pti. U URL config degan qismida o'zining uyidan olib kelish kerak edi. Lekin men buni manipulyatsiya qilgan holatimda meni uyimdan olib kelib bergan deb aytaman. Va bu degani uni uyida ishlaydigan narsani men o'zimning uyimda ham ishlata olishim mumkin, lekin uni serverida. Tushundinglar? Endi deydi qaraydi. Masalan, meni default tarzda reverse shell quramiz. Masalan, o'zimizani reverse pentest monkey deb bor edi. Reverse shell php reverse shell. Okay, shuni olamiz. Berdim. Get php reverse shell php. Okay, mana bor bu. Endi to'g'rilagan joylari bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kelamiz. Nano php reverse shellni to'g'rilayman. IP adreslarini mana qaysi? Uni uyinikini emas, balki hujumchi, ya'ni men o'zimnikini berib qo'yaman. Aytaman 192, 168, 142, 158 va portini berishim kerak. Portini default tarzda 1337 beraman. Ajoyib bo'ldi. Bizaniki tayyor. Endi oxirgi qilgan ishim buni php reverse shell emas, exploit.php deb berib qo'yaman. Okay, exploit.php bor. Endi so'rov yuboramiz. Qaytga bizning uyimizda bor bo'lgan exploit.php ga. Faqat esingizdan chiqarmanglar. Mana yo'q qo'yishni action exploit 3 deb qo'yamiz. Naked bilan listener yo'q qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni men aytaman 1337-da men tinglab olmasam deyapman, tezroq menga javob qaytar. Javob qaytaryapman. PHP'mizda shu kod yozilgan. Bizga reverse tarzda olib kelib beradi. Shell'ni. Ya'ni narigi xonadonni shell'ni bizga olib kelib beradi. exploit.php. Okay, ko'rayotgan bo'lsangiz qotib qoldi. Qaytadigan bo'lsak, bizani sevimli reverse shell'imiz qaytib keldi. Va ko'rayotgan bo'lsangiz www.data user sifatida aniqlandik. Stable shell olamiz. Keldi Python 3dan -c import pty deymiz, spawn qilgan aynan bin 5 ni. Nima uchun men bunaqa qildim? Men hozirgi ishlatayotgan shellim ko'rayotgan bo'lsangiz bin shell. Juda ham tupoy shelllardan bittasi. Men esa born shell, ya'ni yangiroq shellga almashtirgan dedim. Qulayroq bo'lganligi uchun. Okay. Ajoyib. Aylantirib oldik. Aynan 5 ga. Keyingi qiladigan ishimiz nima? Keyingi qiladigan ishimiz, ya'ni enumeration. Men birinchi galda borib ko'raman, aynan Miles Dyson'ni user'ini o'ziga. cd home o'tamiz.
haligini aniqladik. cd milis dyson ls qildim. Bu yerda user.txt bor. User.txt ni o'qimayman, o'zingizlar o'qib qo'yasizlar. Chunki o'qiy olishinglar mumkin bemalol. Men lekin o'qimayman. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin qilgan ishimiz backups bor, mail bor va share bor. Mail va sharelar defaultlarga kelsa kerak. Aynan haligida mail va share bo'lganligi hisobiga. Chunki share degan qismda o'zini papkasini share qilib qo'ygan, mail degan qismda esa bu yerda bizni manshatdi, bundan oldingisi mailer qismini. Okey, mail bilan share bizga hozirchalik kerak emas. Bizga qiziq backups va ko'rayotgan bo'lsangiz root huquqida berilgan. Keyin qiladigan ishimiz nima? Men birinchi galda ko'raman sudo dshell. Lekin sudo dshell qilib ko'radigan bo'lsam, menda milis dysonda password yo'q. Haligi passwordlarni sinab ko'rishingiz mumkin, lekin ular o'tmaydi. Demak, men sudo dshell qilib ko'radigan bo'lsam, befoyda, chunki paroli yo'q. Milis dysonniki. Keyingisi qiladigan ishim bu cron tab bilan foydalanish. Cron tab -l, ya'ni mana cron tab degani bitta oddiy gap bilan sizlarning ishinglar bor. U ishni avtomatlashtirish uchun cron tabda ishlatiladi. Ya'ni har kuni kelishinglar, har kun soat 9 da qiladigan ishinglarni va 9:30 gacha davom etadigan prosesni sizlar buni avtomatlashtirib qo'yasizlar. Kelasizlar, kofelarni damlab olasizlar, ishni o'zi avtomatik tarzda qiladi. 9 dan 9:30 gacha sizlar esa kofelarni ichib o'tirasizlar. Okey, men esa cron tabni tekshiryapman. Ya'ni qanaqa ishlab planirovka qilingan. Enter bosdim. Cron tab yo'q ekan, aynan shu user uchun. Okey. Unda bo'lsa get etc cron tab quramiz. Hop, cron tab berilgan backups backup.sh milis dysonniki va ko'rayotgan bo'lsanglar har 1 minutda bu narsa ishga tushiriladi. Aynan backup.shimizda. Okey. Backups ko'p ko'raylik, nimalar bor. Backup.sh va backup targanzip. Backup.sh qiladigan bo'lsak, bin 5 aytibdi, bin 5 da birinchi ishga tushir. Shebang deyiladi bu narsalar. cd dan change directory qilgan var html ga o'tgan. Okey, html ga o'tibdi. Keyin esa tar komandasidan foydalangan holda cf ya'ni arxivlayapti home milis dyson ichidagi backups backup targanzip sifatida. Va buni hammasi mana shu narsa wildcard deyiladi. Biza aynan noto'g'ri berilgan wildcarddan foydalangan holda privilege escalation, ya'ni huquqimizni root huquqiga chop kelamiz. Mana shu narsani ya'ni sistem administrator bo'ladimi yoki data tashuvchi bo'ladimi berib qo'yganligi, xato berib qo'yganligi hisobiga biz uni narsani foydalangan holda o'zimizdan huquqimizni oshiramiz. Biz hozir hech kimimiz nol ekan, hozirda shu narsani ko'ramiz. Keyin birinchiga tushunaylik. Nima uchun biz qanaqasiga biz bu root olishimiz mumkin? Tushunishlik uchun aytibdi, birinchi galda 5 ni ishga tushirib olgandan keyin var html ga o'tibdi. Ya'ni cd komandasi bilan change directory degan komandasi bilan. Keyin esa tar dan foydalangan holda bu aynan home o'sha yerda turgan holatda html ichidagi hamma narsani olibdi, arxivlayapti va uni hammasini saqlayapti backups ichidagi backup.tgz ga. Ya'ni tgz ga saqlayapti. Xizmat narsa va saqlayapti hamma narsani. Mana shu narsa hamma narsani o'zi wildcard deyiladi. Endi bu narsani tushunishlik uchun qanaqa? Buni tushunishlik uchun men har bir minutda bo'lganligi uchun men html ga boraman va aytaman touch for example.txt. Masalan, for example txt bor. Chunki men nima uchun var html ga yoza olmayman? Chunki men www deytaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, meni permissionlarim www deytida yoza olish huquqigacha bor. For example txtimiz bor. Eslaymiz. Har bir minutda bizda skriptimiz ishga tushib turadi. Date deb berdim. 48. Okey, kutaylik. Yana 12 sekunddan keyin backup.shimiz ishga tushadi. Ishga tushgandan keyin backup targanzip sifatida olamiz va keyin qiladigan ishimiz bu aynan ochib ko'ramiz. Va sizlarga tushuntiraman aynan qanaqasiga bu proses o'tganligini. Okey. Bo'ldi. Bemalol men aytaman bu yerdan Pythondan foydalan. To'xtaylik. Birinchi galda o'tib olamiz qayerga? Home milis dysonniki va botdan backups ga o'tib olamiz. Backups Pythondan foydalanamiz. HTTP server 88-da bizda huquq bo'lmaydi. Shu 88-ga
yo'q ko'rdim. Okey, wget etdim, http dan foydalan, bizani IP adresimiz bor. URL IP adresi berdim. Keyingi qiladigan ishimiz 8-portni ham berish. Mana backup.conzip tgz adresimiz ham. Okey, download bo'pti. Ko'rishingiz mumkin va tushunishga harakat qilamiz. Okey. Backupimiz bor, ko'rayotgan bo'lsangiz. Tardan foydalanaman. XVF, ya'ni anarxiv qilgan edim backupni. Ajoyib. Olib kelib berib bizga ls qildik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bizani for example txtimiz ham chiqib keldi. For example txtimizni qayerda saqlagandik? Word.html da. Endi tushunishingiz uchun HTML da joylashgan har qanaqa narsani oladi va arxiv qiladi va uni saqlab qo'yadi home -dice'ning ichidagi backups'ning ichidagi directoryga. backup.tgz sifatida. tgz deyotgan targanzip. Okey, yana bir marta biz olamiz va keyingi qiladigan ishimiz tezda Python bilan yanglishishga tushirib olamiz. Mana tushundim protsessni. Endi var w html ga o'tamiz. Okey, buni qilaman. Bu yerda for example txtning o'rniga Enry'da wildcarddan foydalangan holda amaliyot bajaramiz. Touch check point 1 deb berdim. Okey. Bitta fayl yarataman. Touch bilan fayl yarataman. Keyingisi. Men aytdim, ikodan foydalan. Mani userim kim? www data. Har qanaqa huquqni bergan, ya'ni root huquqini bergan. Parolni esa so'ramagan. Hammasini va uni olganda etc sudoers. Ya'ni etc sudoers degani faqatgina eng yuqori darajadagi root huquqidagi insonlar aynan etc sudoers ichida saqlanadi. Va buni o'zim qo'shib qo'yaman. Qaysinga? pvn.sh ga. Okey, endilikda change mode qolman +x bilan pvn.sh berdim. Kelli tushunishga harakat qilamiz. Nimalar bo'lyapti bu yerda hozir. Touch checkpoint 1 degan nima degani? Yana oxirgi ishimizdan qoldik, keyin shu bilan tushuntirib beraman. Touch aytaman checkpoint action sifatida execute qilgan. Mana sh sifatida bizani pvn.sh imiz. Ajoyib. Endi tushunishga harakat qilamiz. Touch checkpoint 1 ni beraman. Bu nima uchun berdim? LSHLF ko'radigan bo'lsangiz, ajoyib tarzda yaratildi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni bu yaratilganligi komandani, ya'ni bizani byuromuz bor, u byuroning optionlari bor, yordamchi komandalar. Optionlar deymiz va buni option sifatida saqlab qo'yamiz. Va wildcard, ya'ni yulduzcha belgisini qo'yganligining ham asosiy sababi biza bu yerda shu optionlarni berganimiz hisobiga arxiv qolgan paytda bu narsani option deb o'ylaydi. Ya'ni bu narsani option deb o'ylaydi va vazifa bajaradi. Biza bergan vazifamiz. Endi tushunamiz nima uchun checkpoint 1. Checkpoint 1 degani har bittasini arxiv qilayotgan paytingda bizga report bergan. Report bergan deyapman. Bu bir. Ya'ni bu qanaqa misolda har bitta masalan kitobda o'qisizlar, 100 ta kitobinglar bor. 100 ta kitobda o'qib chiqishinglar kerak va har bitta kitobdan keyin sizlar report berasizlar. Checkpoint 1 aynan shu vazifasini bajaradi. Keyingisi checkpoint action deyotganimizda har bir betni o'qib bo'lgandan keyin amaliyot qilgan, ya'ni action. O'sha nimadir amaliyot qilgan nimani? Execute, ya'ni ishlatgan sh sifatida pvn.sh imizdan. pvn.sh imizdan nima bor edi bizada? Bizada ecoda foydalangan holda www userimizani eng yuqori darajadagi root huquqidagi insonga almashtiramiz. Ya'ni berib qo'yamiz qaytga etc sudoers fayliga. Endilikda yaxshi e'tiborli bo'linglar. Masalan, men sudo qildim. id qiladigan bo'lsam, uidimiz, group idimiz root. Chunki biz endilikda etc sudoersga berib qo'yganimiz hisobiga. Ajoyib. Rootga o'tishga mumkin shu bilan. Bu yerda root.txt turadi. Men buni o'qib qo'ymayman. Bu tarzda o'zingizlar ham ko'ringlar, qanaqa tarzda amaliyot qilinganligi. Iltimoslarga previous escalation juda ham qiziq. Rostdan ham qiziq. Shu bilan tugadi. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, yoki fikringlar bo'ladigan bo'lsa, beringlar, qarab chiqamiz.
va harakat qilaman javob berishga. Balkim keyingi videolarda harakat qilaman videolar cho'zilib ketmasligi uchun. Hozirgi shu videoni o'zi ham ko'ryapman 35 daqiqa. Manimcha ko'rib bo'lasizlar. Ko'p narsa o'rgansanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat. Like va komment yozishni esingizdan chiqarmanglar. Har bittalarning kommentlarini o'qiyman. Like'larni ham обязательно o'qiyman, uni xursand bo'laman. Subscribe guys. O'zbekistonda nimadir qilaylik. Hammanglarga rahmat. Keyingisida ko'rishguncha.